Mana yana o'sha mayski hasbga keldi. Sarvar ijrosida mana Kamoliddin do'stim bilan. Zo'r mana hasblariga Qo'ymadi, subhanalloh. Ana hasblar. Yetkazganiga shukr. Bu hasbni qaranglar. Hasbmisan, hasb. Malades. Toshkentga ketyapmiz mana. Xudo xolasa mehmonga. Ehson bor edi, borib kelaylik. Chiroyli qilib. Toshkentliklar ham bir bu mayski hasbni mazalarini ko'rsin. Nima dedingiz? Narxlari qimmat emasmi? Narxlari juda zo'r, hamyonbop. Hamyonbop. Chunki buni ko'rganingizda mazza qilib yeb, Yashang. bergan haqqingizga xursand bo'lib ketadigan Shu darajada. hamyonbop degan joyingizga odam keladi-da. Yashang. Chunki berayotganga rozi bo'lib bergisi keladi ular. Charchamanglar. Xudo quvvat bersin. Manzil qiyin emas mana ko'ryapsizlar, har doimgidek. Shu mayski mana. Yog'i mana Qozog'istondan kirib kelaverasizlar, madaniyat tarafdan. Madaniyatni ham bilasizlar, mehnat 5 barmoq. Qarochi qibray bosyapti-da, xullas kalom, hamma temada. Mayski tuxumdan boshlab, mayski somsa, mayski hasib, hamma narsa bor, alhamdulillah. Charchamanglar, ishingizga Alloh baraka bersin. Topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Yaxshilik ko'rishinglar. Rahmat.